Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Omonmisizlar? Navbatdagi ishimizni boshlab oldik. 3 ta рабочий agregatimiz kelgan, ishlab kelgan. Mana shu zdaniyalarimizni Xudo xolisa qo'yamiz. Bu zdaniya o'tgan yil bitgan. Motorlari endi ekan vaqt soati mana. Eshiklarda mana kesaklari kelgan, eshigimiz o'zi kelgan, hammasi рабочий ishlab kelgan. 3 vozga Xudo xolisa to'klarimiz tayyor mana. Mana shu yerga tushiramiz, Xudo xolisa. Zdaniyalarimiz mana o'tgan yili bitgan. Motorlarga mana endi vaqt soati bo'pti. Shaftoliga mo'ljallanyapmiz bu xolodilnikda. Xo'sh, aka, ishimizni 3-chi kuni ekan bugun. Agregatimizni mana shu ilib oldik mana akalar. Ishlatib qo'ydik. Уже сразу yuk kirdi. Shaftoli sezon. Gazini bosish kerak. Tepaga qo'yish, ana tepaga ilyapmiz. Chunki bet koridor bo'ladi mana shu yerdan. Loyiha juda chiroyli bo'lgan. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi kamera, keyinchalik xudo xolasa 4-chi, 5-chi kamera tushadi. Bu uzun koridor. Katta yo'lni bo'yi mana lokatsiya o'ta chiroyli. O'zbekiston tumani, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida mana. Joylar zo'r. Agregatlarimiz рабочий ishlab kelgan. Bir qator ko'riladi. Ancha yog' qo'yib yuborgan joylari bor, bu hokazo. Xudo xolos uchala eshiklarni chiroyli qilib uстановка qilib qo'ydik. Ichki ventilyatorimizni qo'yamiz, xudo xolasa. Ichki ventilyatorni ilib mana shu yerga xudo xolasa bunga montajni bugun boshlaymiz. Sendich panellar 10 sm 20 plotniy. Bu o'tgan yil buni xonasi bitgan, hamkasblarimiz qilib ketgan, faqat motor agregatlari qolgan edi. Mana endi vaqt soat endi bo'lib, xudo xolasa bo'lyapti. Agregatimiz kecha uстановка bo'lgan, kechasiga сразу yuk kelib tushgan bunga. O'chirib qo'ydim aka. Yuk kelgan сразу mana. Shaftolilar chiroyliligini. Ne'matlar. Mana shunday xudo xolasa eksportga bu tayyor. Keyingi xonalarni ham bitkizyapmiz. Ikkinchi agregatimizda mana ilish jarayoni. Agregatimiz рабочий. Xudo xolasa chetga taqib qo'yib, montajlarni qilamiz. 3-chi agregatimiz mana shu yerga ilinadi mana. 3-chi kameramiz xudo xolasa tepaga oldik. Chiroyli qilib. Bu ana chiroyli manzara bo'lyapti mana. Xudo xolasa ishlarimiz yakunlanib qolyapti. Uchala agregatimizni ham ilib oldik. Bu xonani ham montaj bo'ldi, Xudoga shukr. Yurg'izib qo'ydik. Freon qo'yish qoldi. Mana buni ham chiqarib oldik. 3-chi xonamizni ventilyatori. Xudo xolasa yakunlab qoldik. Xo'sh, mana hurmatli tadbirkorlar, ishimiz hamma obyektni chiroyli qilib topshirdik. Xudoga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi, qorayib ketdik. Chiroyli bo'lib 1-chi, 2-chi, 3-chi kameramizni ham yurg'izdik. Birinchisiga o'sha yuk kirishni boshladi. Buni foydalanishga mana shaftolida kelib kiryapti buni. Mana chiroyli. Xalqimizga shunday chiroyli mevalarga foydamiz tegib turganidan xursandmiz. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Ishimiz chiroyli bo'lib bitdi. Ozgina mukammal, murakkabroq bo'ldi. Xudoga shukr, uchala kameramiz ham yo'q. Salomat bo'linglar, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar.